aksiyalarda yoki shu tradingda ketma-ket pul yo'qotursa nima qilish kerak, qanaqa qilib o'ziga motivatsiya olsa bo'ladi, ya'ni ruh tushib ketmasligi uchun, motivatsiyani ko'tarish uchun nima qilish kerak degan bo'lsangiz, bitta dona qoidaga amal qiling. Bu qoidaga amal qilsangiz, keyingi bitimlaringiz inshaalloh yaxshi bo'ladi. Nima qilish kerak? Uning uchun umuman telefoningizda ham, kompyuteringizda ham grafikalarga qaramang. Aksiyalarning fundamental holatlariga ham e'tibor bermang umuman. Ya'ni qancha muddat deganda, kamida yo'q deganda 2 kun, 3 kun, iloji bo'lsa 1 hafta qaramang, grafikalar o'zgargan holatda. Mayli aksiyalar ko'tarilib ketgan, qaysidir aksiyalar o'sib ketgan bo'lsa mayli, lekin 1 haftadan keyin qarang, siz umuman boshqa manzara bo'ladi va svejiy kirasiz. Agar ketma-ket minusda bo'laveradigan bo'lsangiz, shu holatni qo'llab ko'ring bitta. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Sizlar nima qilasizlar bunaqa vaziyatda? Hech shunaqa qilib ko'rganmisiz?